Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Parizoda Usmonova farzandli bo'lganidan keyin juda ham mehribon ayolga, juda ham mehribon onaga aylandi. Buni videoda ko'rishingiz mumkin. Qizlar, assalomu alaykum. Bu mani o'g'limni ertalabki zavtraki. Bu yoqda kasha, mana bu sok. Bu spetsialniy o'zi yosh bolalarni, mana shunaqa chaqaloqlarni soki. Buni suvga aralashtirib berasizlar. Постоянно suv bergandan mana bunaqa narsalar ham berib tursanglar bo'ladi. Конечно, bu 7 oydan tepasiga. Qaranglar, mana bu banan, mana bu tuxum bilan grechskiy anaqa yogurt, tuxum aralashgani. Buni paravarkada pishirganman. Mana bu bodring. Bodringni ham ozgina paravarka qilib yuborganman. Вот, biz ertalabki shu narsalarni yeymiz. Конечно, hammasini yemaydi, но qisman ozginadan beraman hammasidan. Vahima qiladigan narsamiz og'izga tushganda erib ketadi. Bemalol bersanglar bo'ladi. Ayniqsa bolalarning tishi bo'lganda bemalol beraveringlar, chunki o'sha tish chiqqandan keyin bola chaynashni biladi. Milklarida tishi bo'lmasa ham milkida chaynaydi. Bu bemalol og'izga tushgandan keyin ozgina og'izda aylantirganda erib ketadigan narsa. Farzandim tiqilib qolsa-chi deb o'ylayotgan bo'lsanglar, tiqilib qolmaydi. 7 oylikdan уже tepasi почти уже tiqilib qolmaydi. Mana уже 7 oylik bola. Zavtrakka bularni yeyotgan bo'lsa, hozir smes ichadi soat 12:30da. Smesini ichib bo'lgandan keyin obedlardan keyingi уже ovqat qilsam, misol uchun biz nima ovqat yesak, o'sha ovqatlarni bemalol yeydi. Bizani farzandimiz shunaqa, sizlarnikini bilmayman. Bu degani sizlar ham beringlar deganimiz, bizda xohlaganini yeydi. Bizda hech qanaqa allergiya berib yoki oshqozon og'rib, qorni og'rib unaqa narsalar bo'lmaydi. Ich stabilniy zo'r keladi. Hammasi yaxshi, narsa toshib ketmaydi. Bizda yaxshi hammasi. Bodringni bemalol tishlab yedi. Anaqa bodringni ozgina paravarka qilib yuborsanglar, yumshaydi, bemalol bolanglar yolaydigan holatga